Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Qaysi ishlovchilarga qayta hisoblash qilindi? Kimning puli o'shishi kerak, kim kutmasligi kerak va eng asosiysi, siz o'zingizning holatingizda xato bo'lgan bo'lmaganini qanday tekshirasiz? Bu ma'lumot tanqidiy darajada muhim. Chunki ko'pchilik odamlar qayta hisoblash bo'lganini eshitadi. Lekin aynan o'ziga tegishlimi yoki yo'qmi? Qayerdan bilishni tushunmaydi. Natijada ayrimlar haqli pulni olmay yuradi. Ayrimlar esa asossiz umid qilib vaqt yo'qotadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan kimga tegishli emas, qaysi hujjatlar kerak, qayerga murojaat qilish kerak, qanday ariza yozish kerak, barchasini bosqichma-bosqich aytib beraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu mavzu nafaqat sizga. Balki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, hamkasbingiz yoki qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo, qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Qayta hisoblash bu avval belgilangan to'lov, nafaqa, pensiya. Ish haqi yoki kompensatsiya miqdorini yangi ma'lumotlar, yangi qonunchilik talablari yoki avval hisobga olinmagan davrlar asosida qaytadan ko'rib chiqish degani. Ya'ni tizim sizning oldingi ma'lumotlaringizni yana bir marta tekshiradi va agar asos bo'lsa, summani o'zgartiradi. Ilgari ko'p holatlarda hisob-kitoblar qog'oz hujjatlar asosida yuritilgan. Ish joyidan ma'lumotnoma olinardi. Arxivdan staj tasdiqlanardi. Oylik maoshlar qo'lda ko'rsatilardi. Biror yilning hujjati yo'qolgan bo'lsa, o'sha davr hisobga kirmasdi. Ishchi odam bir necha joyda ishlagan bo'lsa, har bir joydan alohida ma'lumot to'plashi kerak edi. Ayrim tashkilotlar yopilib ketgan, ayrimlar arxivga hujjat topshirmagan, ayrim korxonalarda esa buyruqlar to'liq saqlanmagan. Natijada inson real hayotda 30 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 24 yil ko'rinardi. Yoki maoshi yuqori bo'lgan davr tasdiqlanmagani uchun hisoblashda pastroq ko'rsatkich olinardi. Hozir esa vaziyat asta-sekin o'zgardi. Elektron bazalar, soliq organlari ma'lumotlari, mehnat daftarchalarining raqamlashtirilishi, ijtimoiy to'lovlar va badallar bo'yicha ma'lumotlar bir-biriga bog'lanmoqda. Shuning uchun ayrim ishlovchilarga qayta hisoblash avtomatik tarzda qilinadi. Lekin bu yerda eng katta xato shundaki, odamlar hammanikini avtomatik o'shirib yuborishadi deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Qayta hisoblash faqat muhim shartlar bajarilganda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda. Qayta hisoblash odatda yangi tasdiqlangan ish staji paydo bo'lgan shaxslarga qilinadi. Masalan, siz avval pensiya yoki boshqa to'lov tayinlangan vaqtda 25 yil staj bilan hisoblangan bo'lishingiz mumkin. Keyin arxivdan yana 4 yil ish davringiz topildi. Bu 4 yil ilgari hisobga kirmagan. Ana shunda qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Misol keltiraman. Akmal aka 1990-yildan 1992-yilgacha zavodda ishlagan. Lekin pensiya tayinlangan paytda zavod yopilgani sababli faqat 1993-yildan 1998-yilgacha bo'lgan hujjatlar topilgan. 1991-1992 yillar hisobga kirmagan. Keyinchalik arxivdan buyruqlar, ish haqi vedomoslari yoki mehnat shartnomasi nusxasi topildi. Agar shu hujjatlar qonuniy kuchga ega bo'lsa, Akmal akaning staji 3 yilga ko'payadi. Bu esa pensiya yoki unga bog'liq to'lov miqdorini qayta ko'rib chiqishga sabab bo'ladi. Ikkinchi guruh bu maosh noto'g'ri yoki to'liq hisobga olinmagan ishlovchilar. Ba'zan odamning eng yuqori daromad olgan yillari hisobga kirmaydi. Masalan, Dilbar opa 2005-2010 yillarida xususiy korxonada yuqori maosh olgan. Lekin o'sha davrda ma'lumot elektron bazada to'liq aks etmagan. Pensiya yoki to'lov tayinlanganda boshqa pastroq yillar olingan. Keyin soliq hisobotlari, ish haqi ma'lumotnomalari yoki bank orqali to'lovlar tasdiqlansa, qayta hisoblash qilinishi mumkin. Bunday holatda natija sezilarli bo'ladi. Chunki nafaqat staj, balki o'rtacha daromad ko'rsatkichi ham oshishi mumkin. Uchinchi guruh bu ishlashda davom etayotgan pensionerlar yoki to'lov oluvchilar bo'lishi mumkin. Bu masalada odamlar juda ko'p adashadi. Hamma ishlovchi pensionerga har oy avtomatik qayta hisoblanadi deb o'ylaydi. Amalda esa qayta hisoblash uchun ish davomida tegishli sug'urta badallari, rasmiy ish haqi, mehnat munosabati va zarur davrlar bazada ko'rinishi kerak. Agar odam kelishib ishlasa, ya'ni rasmiy shartnomasiz, na soliq, na badal, na hisob qayd bo'lmasa, keyin men ishladim, hisoblab bering deyish qiyin bo'ladi. Chunki tizim hujjatga qaraydi, og'zaki gapga emas. Masalan, Rustam aka pensiyaga chiqqandan keyin qorovul bo'lib ishladi. Agar u rasmiy ishga qabul qilingan, buyruq chiqarilgan, oyligi plastik kartaga tushgan, soliq hisobotlarida ko'ringan bo'lsa, bu davr keyingi qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin.
Lekin u shunchaki tanishining do'konida kechasi qarab bergan, har o'ynoq pul olgan bo'lsa, buni keyin rasmiy staj sifatida tan oldirish juda murakkab. 4-guruh bu huquqi avval noto'g'ri belgilangan shaxslar. Masalan, odam imtiyozli sharoitda ishlagan, zararli mehnat sharoiti, og'ir ish, pedagogik faoliyat, tibbiyot sohasi, konchilik, kimyo sanoati, transport, qishloq xo'jaligidagi ayrim maxsus ishlar. Agar uning lavozimi yoki ish joyi avval noto'g'ri tasniflangan bo'lsa, keyin to'g'ri hujjatlar bilan tasdiqlansa, qayta hisoblashga sabab bo'ladi. Bir oddiy misol. Bahrom aka 15 yil davomida ishlab chiqarish sexida ishlagan. Mehnat daftarchasida ishchi deb umumiy yozilgan. Lekin aslida u zararli sharoitdagi operator lavozimida bo'lgan. Agar buyruqlarda, shtat jadvalida, attestatsiya hujjatlarida yoki lavozim yo'riqnomasida bu tasdiqlansa, imtiyozli staj masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin faqat men shunda ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozimnoma, ish joyi, sharoit va normativ asos bir-biriga mos kelishi kerak. 5-guruh bu bolalik, harbiy xizmat, o'qish, dekret ta'tili, parvarish davrlari kabi ayrim davrlari hisobga olinmagan shaxslar. Bu yerda ham hamma davr avtomatik qo'shilmaydi. Qonunda qaysi davr qaysi shart bilan stajga qo'shilish ko'rsatilgan bo'ladi. Masalan, ayol kishi farzand parvarishi bilan bog'liq davrni stajga qo'shtirishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin bu davrning chegarasi, tartibi, hujjati bo'ladi. Harbiy xizmat bo'yicha ham harbiy bilet, chaqiruv va bo'shatilish sanalari aniq bo'lishi kerak. 6-guruh bu avval hujjatlari yo'qligi sabab minimal ko'rsatkich bilan hisoblanganlar. Ko'pincha odamga to'lov tayinlanayotganda hozircha bor hujjat bilan hisoblaymiz, keyin topilsa qayta ko'ramiz deyiladi. Odam esa keyin bunga qaytmaydi. Oradan yillar o'tadi. Aslida arxivga so'rov berilsa, sobiq ish joyining voris tashkiloti topilsa, sud orqali fakt aniqlansa yoki boshqa rasmiy dalillar yig'ilsa, qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Endi kimlar xavotir olish kerak? Menimcha quyidagi holatdagi odamlar albatta tekshirish kerak. Sizning ish stajingiz hayotdagi real ishlagan yillaringizdan kam ko'rsatilgan bo'lsa, mehnat daftarchangizda xatolar, o'chirilgan joylar, noto'g'ri sana yoki noaniq lavozim bo'lsa, biror korxonada ishlaganingiz hisobga kirmagan bo'lsa, rasmiy maoshingiz yuqori bo'lgan davrlar hisobga olinmagan bo'lsa, imtiyozli sharoitda ishlagan bo'lsangiz, pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlagan bo'lsangiz, oldin hujjat yetishmagan uchun to'lovingiz kamroq tayinlangan bo'lsa, kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar barcha ish davrlaringiz elektron bazada to'liq ko'rinsa, stajingiz to'liq tan olingan bo'lsa, maoshlaringiz to'g'ri hisobga olingan bo'lsa, siz rasmiy ishlamagan qo'shimcha davrni qo'shtirishga urinmayotgan bo'lsangiz, qayta hisoblashdan katta o'zgarish kutmasligingiz mumkin. Lekin baribir bir marta tekshirish zarar qilmaydi. Chunki kichik texnik xato ham ba'zan oy pulga ta'sir qiladi. Endi eng muhim joyga keldik. Qayta hisoblash hamma uchun bir xil natija bermaydi. Bir odamda 5 yil qo'shilsa ham summa ozgina oshadi. Boshqa odamda 2 yil qo'shilsa ham sezilarli o'zgaradi. Nega? Chunki hisob-kitob faqat stajga bog'liq emas. Unda daromad, belgilangan me'yorlar, minimal va maksimal cheklovlar, ish turi, to'lovning tayinlangan sanasi va amaldagi tartiblar ham rol o'ynaydi. Birinchi nozik jihat, staj qo'shildi degani har doim katta pul oshadi degani emas. Masalan, bir kishining 2800 yil staji bor edi, yana 1 yil qo'shildi. Agar uning hisobida asosiy ta'sir qiluvchi omil daromad bo'lsa va daromad past bo'lgan bo'lsa, oshish kichik bo'lishi mumkin. Boshqa odamda esa aynan yetishmayotgan 1 yil muhim chegarani to'ldirishi mumkin. Masalan, ma'lum bir imtiyoz yoki koeffitsient uchun 25 yil kerak bo'lib, odamda 24 yil 8 oy turgan bo'lsa, qo'shimcha ko'p oy ham katta ahamiyat kasb etadi. Ikkinchi nozik jihat norasmiy ish staji emas. Juda ko'p odamlar men 10 yil bozorda ishladim, men ustada yurdim, men fermerda ishladim, men kafeda ishladim deydi. Lekin savol bitta, bu rasmiylashtirilganmi? Mehnat shartnomasi bormi? Soliq yoki ijtimoiy to'lov ko'ringanmi? Buyruq bormi? Ish haqi vedomosti bormi? Agar yo'q bo'lsa, qayta hisoblash qilish qiyin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, real holatni tushuntirish uchun aytyapman. Davlat organi hissiyotga emas, dalilga qaraydi. Uchinchi nozik jihat, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi ham ba'zan yetmaydi. Agar yozuv aniq, muhr, imzo va sana bilan to'liq bo'lsa yaxshi. Lekin lavozim noaniq yozilgan, korxona nomi noto'g'ri, sana mos kelmaydi, buyruq raqami yo'q yoki muhr o'qilmaydi. Bunday holatda qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa imtiyozli stajda lavozim nomining aniq yozilishi juda muhim. 4-nozik jihat,
qayta hisoblash sanasi. Odamlar ko'pincha men 5 yil oldin ham haqli edim. Endi hammasini 5 yil uchun to'lab berishsin dedi. Lekin amaliyotda qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshirilishi alohida qoidalarga bog'liq bo'ladi. Ba'zi hollarda ariza berilgan kundan, ba'zi hollarda hujjat taqdim etilgan kundan, ba'zi hollarda xato aniqlangan davrdan, ba'zi hollarda qonun kuchga kirgan sanadan hisoblanadi. Shuning uchun ariza berishni cho'zmaslik kerak. Siz bugun murojaat qilsangiz, bugungi sana muhim bo'lib qolishi mumkin. Bir oy kechiksangiz, bir oylik farqni yo'qotishingiz ehtimoli bor. 5-nozik jihat, ish joyi ma'lumotnomasi har doim ham yakuniy dalil emas. Korxona falonchi bizda ishlagan deb ma'lumotnoma berdi. Lekin unda arxiv asoslari ko'rsatilmagan bo'lsa, bu hujjatni rad etishlari mumkin. To'g'ri ma'lumotnomada odatda buyruq raqami, sana, lavozim, ishga qabul qilingan va bo'shatilgan sanalar, ish haqi davrlari, arxiv fondi yoki hujjat manbasi ko'rsatilishi kerak. Shunchaki ha ishlagan degan qog'oz yetarli bo'lmasligi mumkin. 6-nozik jihat, familiya ism. Otasining ismi o'zgarishi. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Agar mehnat daftarchasida eski familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Aks holda tizim ikki xil odam deb ko'rishi mumkin. Masalan, Karimova Dilnoza va Tursunova Dilnoza bir odamligini hujjat bilan bog'lash kerak. 7-nozik jihat, bir davrni 2 marta hisoblatib bo'lmaydi. Ba'zi odamlar bir vaqtning o'zida 2 joyda ishlagan bo'lishi mumkin. Bu daromad bo'yicha ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin staj bo'yicha har doim ham 2 barobar bo'lmaydi. Ya'ni 2020 yilning yanvaridan dekabrgacha 2 joyda ishladingiz. Bu 2 yil staj degani emas. Odatda bu baribir bir kalendar yil sifatida qaraladi. Lekin daromadning hisobga olinishi masalasi alohida ko'riladi. 8-nozik jihat yaka tartibdagi tadbirkorlik va o'zini o'zi band qilish. Ko'pchilik men tadbirkor edim, demak staj bo'ladi deydi. Bu yerda ham asosiy savol. Tegishli to'lovlar qilinganmi? Ro'yxatdan o'tganmi? Faoliyat davri bazida bormi? Faqat guvohnoma bo'lib, majburiy to'lovlar yoki qonunda talab qilingan badallar bo'lmasa, hammasi avtomatik qo'shilmasligi mumkin. O'zini o'zi band qilgan shaxslar bo'yicha ham ro'yxatdan o'tish sanasi, faoliyat turi, to'lov intizomi va qonunchilikdagi davrlar muhim. 9-nozik jihat, qayta hisoblash har doim oshirish degani emas. Lekin amalda odatda odam ariza bilan oshirish asosini ko'rsatadi. Agar organ xatoni aniqlasa, noto'g'ri ortiqcha hisoblangan summa masalasi ham yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun hujjatlarni tartibli va aniq taqdim etish kerak. Men doim maslahat beraman. Naxmin bilan emas, hujjat bilan yuring. Birinchi qadam o'zingizdagi hujjatlarni yig'ing. Mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, STIR yoki JSHSHR ma'lumotlari, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, ish haqi ma'lumotnomalari, eski buyruqlar nusxalari, mehnat shartnomalari, arxiv javoblari, bankdan oylik tushumlari bo'yicha ko'chirmalar bo'lsa, hammasini alohida papkaga joylang. Har bir hujjatning nusxasini ham tayyorlang. Asal nusxani topshirib yubormang, kerak bo'lsa ko'rsatib nusxa qoldiring. Ikkinchi qadam, elektron bazadagi ma'lumotlaringizni tekshiring. Buning uchun Maybaqubuz pensiya jamg'armasi xizmatlari yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot olish mumkin bo'lgan holatlar bor. Siz o'zingizning ish stajingiz, rasmiy ish joylaringiz, hisoblangan ish haqi va to'lovlar ko'rinishini tekshirishingiz kerak. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. 3-qadam. Real ishlagan yillaringiz bilan bazadagi yillarni solishtiring. Masalan, siz 1998 yildan 1995 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan bo'lsangiz, bazada yoki hujjatda bu davr to'liq ko'rinadimi? 1992 yil tushib qolmaganmi? Ishga kirgan sana va bo'shagan sana to'g'rimi? Lavozim nomi mosmi? Agar farq topsangiz, darhol ro'yxat qilib yozing. Qaysi davr yo'q, qaysi tashkilot, qanday lavozim, taxminiy buyruq yoki yil deb alohida qayd qiling. 4-qadam. Ish joyi yoki arxivga murojaat qiling. Agar korxona hozir ham ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga yoki arxivga yozma ariza bering. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qayerga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman yoki shahar arxiviga, yuqori tashkilotga, korxonaning vorisiga murojaat qilinadi. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Menga falon yildan falon yilgacha ushbu tashkilotda ishlaganimni, lavozimimni va ish haqi miqdorimni tasdiqlovchi
arxiv ma'lumotnomasini berishingizni so'rayman. Albatta, pasport ma'lumotlaringizni, o'sha paytdagi familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, taxminiy ishlagan bo'limingizni yozing. 5-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli to'lovni hisoblaydigan organ yozma ariza bering. Og'zaki borib, ko'rib bering deyish bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza qoldiring va kirim raqamini oling. Arizada nimani so'rayotganingiz aniq bo'lsin. Ilgari hisobga olinmagan falon davrni stajga qo'shib, to'lovimni qayta hisoblab berishingizni so'rayman yoki falon yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi asosida hisob-kitobni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Hujjatlar ro'yxatini ilova qiling. 6-qadam. Javobni kuting. Lekin nazoratni qo'ldan chiqarmang. Arizaga qonunda belgilangan muddatlarda javob berilishi kerak. Agar sizga hujjat yetishmaydi deysa, aynan qaysi hujjat, qaysi davr, qaysi asos bo'yicha yetishmasligini yozma ravishda so'rang. Chunki yozma javob bo'lsa, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. Og'zaki rad etish ko'pincha odamni charchatadi, lekin huquqiy natija bermaydi. 7-qadam. Agar rad javobi asossiz bo'lsa, yuqori organga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini ko'rib chiqing. Ba'zan arxiv hujjati yo'q bo'ladi, lekin boshqa dalillar bor. Eski ish haqi varaqalari, kasaba uyushmasi bileti, mukofotlash buyruqlari, guvohlar. Korxona hujjatlarining parchalari. Bunday murakkab holatlarda yuridik maslahat olish foydali. Men hamisha aytaman, agar masala bir necha 100 ming so'm yoki undan ham ko'proq oylik farqqa ta'sir qilsa, bir marta mutaxassisga ko'rsatish o'zini oqlaydi. 8-qadam. Hujjatlaringizdagi xatolarni oldindan tuzating. Familiya xatosi, tug'ilgan sana xatosi, ishga kirish sanasidagi farq muhr o'qilmasligi. Lavozim noto'g'ri yozilishi keyinchalik katta muammo qiladi. Agar hujjatda Saidov o'rniga Soidov yozilgan bo'lsa, buni oddiy mayda xato deb qarash mumkin emas. Tizimda bu boshqa shaxsdek chiqishi mumkin. Bunday holatlarda aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma yoki tegishli tartibda tuzatish kerak bo'ladi. 9-qadam. Ishlayotgan bo'lsangiz, bugundan rasmiylikni talab qiling. Bu eng muhim maslahat. Ish beruvchi hozircha shartnomasini ishlayvering, keyin rasmiylashtiramiz desa, bu sizning kelajakdagi pulingizga zarba bo'lishi mumkin. Bugun naqd olgan pul qulay tuyuladi, lekin ertaga staj yo'q, badal yo'q, hisob yo'q bo'lsa, qayta hisoblashda qo'lingizda hech narsa qolmaydi. Ishga qabul buyrug'i, mehnat shartnomasi, oylikning rasmiy ko'rsatilishi va badallarning to'lanishi sizning himoyangizdir. 10-qadam. Qarindoshlaringizning ham hujjatini tekshirtiring. Ayniqsa ota-onalarimiz ko'pincha mayli shunisi ham yetadi deb yuradi. Ular Sovet davrida, mustaqillikning dastlabki yillarida kolxoz, sovxoz, fabrika, zavod, maktab, kasalxona, qurilish tashkilotlarida ishlagan bo'lishi mumkin. O'sha davr hujjatlari chalkash bo'lishi ehtimoli yuqori. Agar siz ularning stajini to'g'ri tiklab bersangiz, bu oyma-oy qo'shimcha daromadga aylanishi mumkin. Yana bir real misol bilan tushuntiraman. Sayyora opa pensiya tayinlanganda 22 yil staj bilan chiqqan. U aslida 27 yil ishlagan, lekin 5 yil kolxoz davri kirmagan. Farzandlari arxivga murojaat qildi. Kolxozning ish haqi kitoblari topildi. Ma'lumotnoma olindi, ariza berildi. Natijada staj ko'paydi va to'lov qayta ko'rib chiqildi. Bu yerda asosiy yutuq nima? Ular eshitdik, avtomatik bo'larmish deb kutib o'tirmadi, hujjat yig'di va yozma murojaat qildi. Boshqa misol. Jamshid aka pensiyaga chiqqandan keyin 30 yil rasmiy qorovul bo'lib ishlagan. U menga o'zi qo'shiladi deb o'ylagan. Lekin ba'zida 1 yil ish beruvchi hisobotni noto'g'ri topshirgani sabab ko'rinmay qolgan. Tekshiruvda shu aniqlandi. Ish beruvchidan tuzatish kiritildi. Keyin qayta hisoblash masalasi ko'rildi. Agar Jamshid aka tekshirmaganda bu xato uzoq vaqt bilinmay yurardi. Yana bir holat. Nodir opa tikuvchilik seksida 8 yil ishlagan, lekin rasmiy hujjatda faqat 3 yil ko'ringan. Qolgan 5 yil naqd pul bilan shartnomasiz bo'lgan. U qayta hisoblashga murojaat qilganida faqat rasmiy 3 yil tasdiqlandi. Bu ochiq misol, lekin undan xulosa olish kerak. Kelajakdagi huquq bugungi rasmiy hujjatdan boshlanadi. Demak, qaysi ishlovchilarga qayta hisoblash qilindi yoki qilinishi mumkin? Avvalo, qo'shimcha staji tasdiqlanganlarga, maoshi noto'g'ri yoki to'liq hisobga olinmaganlarga, rasmiy ishlashda davom etganlarga, imtiyozli sharoitdagi mehnati keyin tasdiqlanganlarga, hujjatlardagi xatolar tuzatilganlarga va avval yetishmagan ma'lumotlar topilganlarga. Lekin eng muhim shart bitta, hammasi hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men sizga bugun asosiy fikrni aniq aytdim. Kutib o'tirmang, tekshiring. Stajingizni solishtiring, hujjatlaringizni yig'ing, arxivga so'rov bering, yozma ariza qoldiring.
va javobni nazorat qiling. Qayta hisoblash masalasida eng ko'p yutadigan odam bu o'z hujjatini tartibga keltirgan odamdir. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qayta hisoblash qilindimi? Stajingizda xato chiqdimi? Qaysi hujjatni topishda qiynaldingiz? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir oyma-oy oladigan pulini oshirib berishi mumkin.